Salom hammaga. Bugun bizda seshanba. Men hozir aksincha oyim oldilariga, oyim yo'ldan uzoqda yashamaydi. Oyim oldilariga ko'rishga ketolmay, hozir bir to'la suv bilan aksincha vaqt o'tkazaman. Bolalarni o'qigungacha. Bizda dushanba. Havoga gap qilish mumkin emas lekin. Hozir endi borib oyimni aylantirib kelmoqchiman. Onalar bilan vaqt o'tkazish kerak. Har doim oyimni juda ham yaxshi ko'raman. Vaqt o'tkazib, bir-birimiz bilan mayda bolalarsiz kelamiz. Oyim nimani yaxshi ko'radilar? Vaqt o'tkazishi, ko'proq shoppingni yaxshi ko'radilar. O'shanga biz hozir shoppingga boramiz. Shoppingga xohlasa nimadir yaxshi narsalar yo'q qolsa, obязательно olib beraman oyimga. Я люблю свою маму. Так что bugun hozir mana 12. Salkich olib boraman chunki dokumentlarni qiladigan ishlar bor edi. Bitta bizda arenda oluvchi tenant, ana sochun arenda oluvchi deyiladi shekilli. O'sha inson bittasi ketaman deyapti. Kattaroq joy kerak ekan. Hammasi o'zi bitta mashinadan boshlandi chunki ikkita mashina qo'yapti parkovkaga deb. Parkovkada o'zi har bittasiga bittadan mumkin degan deyilgan kontraktda. What the fuck wrong with these people? And har bittasiga misol uchun bittadan yo'da two family house da men arendaga beraman. U yo'da parkovka bor. Parkovka ikkitaga mumkin deyilgan. Har bitta unitga bittadan-da. Qolgani streetga qilsa bo'ladi. Ko'chada parking bor. O'sha yerga qo'ysa bo'ladi deyilgan. U bitta yana mashinasini qo'yibdi. Oyim borganlarida oyim meni property menejerim qiladi, men borolmagan ishlarimga oyim har doim menga borib yordam beradi. Hozir borganlarida bitta mashinani ko'rib qolibdilar, ukamdan boruvdilar. O'shanda ortiqcha mashina biz lisensiga yo'q. Registratsiyasini endi oyim bilmaydi, tekshirib balki qaramagandirlar. Registratsiyasi bormi yo'qmi bilmayman, lekin mashinani so'r, bu yerda ish qilinyapti deganda so'ramagan ekan, mashinani akkumulyatori o'chib qolgan. O'shanda men xat yuborganman, legalniy xat yuborilgan, что я просто reminding, sizlarga yana boshqadan aytilyapti, что bitta mashina mumkin, sizlarga alohida ikkita qo'yilsa mumkin emas. Agar bitta bo'lgan bo'lsa, sразу olib tashlanglar. Agar olmasanglar, to'l kompaniya qilib, keyin to'l kompaniyaga o'zing to'laysan dedim. O'shanda menga u qora millatli edi, menga yozib yubordi. Jahli chiqib, qaysi kontraktda yozilmagan edi, bitta emas, ikkita emas deb, misol uchun. Keyin yangi kontrakt qilib, yana boshqadan o'z kontrakti kunma-kun edi, unaqa ko'p kontrakti yo'q edi. O'shanga men yana yangi kontrakt qildim unga. Kontrakt qilganimda aytdiki, men bunaqa kontrakt qilmayman, ketaman, yopyapti. Bu gap yo'q, o'zi xohlayotdi uni ketishni ham. Ketaman deganiga hozir endi o'shalar bilan ovora bo'lib kontrakt qilib chunki uni yarmi rent pulini 8-programma to'laydi. O'shani bu как бы ketishiga men xursandman chunki 8-programma. Oyijonim keldilar. Onayzorim, meni mehribonim. Kiring, assalomu alaykum, oyijonim, mehribonim. Yo'q, siz yoningizda o'tiring. Mana assalkom, mana shakarkom. Mana onajonim. To'lib o'tirdim-da, mayli ketding shoppingga? Qani qilsin. Oyim bechada ham menejerlar property blogerga ham yordamga kirib ketganlar. Hamma narsaga ona bo'lgandan keyin qiziqish qayerda bo'lsa qizini yoki bolasini bechora onalar harakat qilishadi, shu bo'lsa. Men cho'pini qochib ko'targanlar. Kim mashinasi qizlar yo'q edi-yu. Ha, bilmayman. O'rtoqlik ekanmi? Yangi mashinaga qo'yishga ketdi-yu. Yo'q, balki bizlarga bo'lsa anaqaga berishgan deb o'tiraman. Ha, o'yindan haydashing. Hozir anaqalarda gapirib ketdim. Rent anaqasini hozir ketyapti-yu. Bizani arenda o'chiramiz. Kontraktni to'g'rilayotganimda ularda 8-programmada yozilgan qog'oz kelar ekan, ularga что 8-programma ularga ruxsat berish kerak ko'chish uchun. Men ularga aytishim kerak ekan, 30 kun ichida bo'shatgan bizani joyini, tushunasizmi? Что men arendaga berishimga keyingisiga. Imom ham yaxshi ishlayapti, yuqori hozir menga o'zi ham harakat qilib chiroyli yozib yuboribdi. Что 1-iyuldan bo'shataman, keyin undan oldin tozalab hammasini qilamiz debdi-da. Men unga hozir yuborib email tayyorlab qo'ydim. Что bir hafta oldin walk through bo'ladi, xonama-xona yurib, budem смотреть, misol uchun qayerda buzilgan, buzilmagan, o'shanda security pass olib qolaman. Yo'q, keyingisi qo'yaman. Walmartdan qo'yaylik.